Bir boy odam donishmand huzuriga kelib shunday dedi: menda juda ko'p boylik bor, lekin qalbim doim g'ash. Ko'proq boylik orttiraman, ammo baribir o'zimni baxtsiz his qilaman. Nega boylik baxt keltirmaydi? Donishmand uni qabul qildi va javob berdi: men senga bu savolning javobini oddiy bir misol orqali tushuntiraman. Lekin avval bir narsani menga olib kel. Mana bu xona burchagidagi katta oynani sindirib, uning bir parchasini ko'tarib kel. Boy odam hayron bo'lsa-da, donishmandning so'ziga itoat qildi va oynaning kichik bir parchasini olib keldi. Donishmand oynaning parchasini unga tutqazib dedi: endi mana shu oynaga qara, nimani ko'ryapsan? Boy odam javob berdi: faqat o'zimni. Donishmand yana aytdi: xo'sh, endi oynani qo'yib, mana bu derazaga yaqinlash. Derazadan tashqariga qaragin, endi nimani ko'ryapsan? Boy odam dedi: dala, daraxtlar, qushlar, odamlar. Donishmand jilmayib tushuntirdi: oyna va deraza bir xil shishadan yasalgan, lekin oynada sen faqat o'zingni ko'rasan, chunki u ortidan faqat sening aksingni qaytaradi. Derazada esa tashqarini, atrofdagi go'zallikni ko'rasan, chunki u ortiqcha narsasiz ochiq. Boylik esa oyna singari. Agar barcha e'tiboringni boylikka qaratsang, faqat o'zingni o'ylab qolasan, faqat o'z aksingni ko'rasan. Agar qalbingni deraza kabi toza va sof tutsang, atrofdagi dunyoni, boshqalarning go'zalligini va hayotning ma'nosini ko'ra olasan. Boy odam chuqur o'ylab qoldi. U boylik bilan faqat o'zini cheklab qo'yganini va atrofidagi dunyoni qadrlashni unutganini anglab yetdi.